Bo'ldi-da, faqat xarsildo baqlajon yevorasizlarmi hadeb? Hozir sizlarga undan ham mazali, ishtaha ochar, sochni baqlajonli salat ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib baqlajonlarni yuvib qora pare ko'rinishda to'g'rab, tahri ketishi uchun 10 daqiqaga tuzli suvga bo'ktirib qo'yamiz. Tahri ketgan baqlajonlarni avval sifatli turon uniga, so'ng tuz sepib atalangan tuxumga bo'ktirib, qizib turgan o'rta olovda ikki tarafini qizartirib qovurib olamiz. Qovurilgan baqlajonlarni o'rtasidan bo'lib, idishga baqlajon, barra to'g'ralgan pomidor, bodring, piyoz, sarimsoq piyoz, ko'katli va tabga ko'ra qovurib olingan kunjut bilan tuzni qo'shib salatda aralashtiramiz. Agar achchiqini salat xohlasanglar, yarim dori qo'shib yuborsanglar yanada ishtaha ochar, yeyishli bo'ladi. Shu bilan juda ham mazali, to'yimli salatimiz tayyor. Buni tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi.